Bugun ertalabki zavtraqqa farzandlarim yaxshi ko'radigan pyure bilan yoniga sosiskani qo'rib berishni xohladim. Birinchi bo'lib narsalarni to'g'rab, suvga solib qaynatib qo'yib, kartoshkalarim ezilib pishguncha vafli ham qilib bera qoling, yoniga shirinlik deb shunaqa vaflilarni ham qilib Oyim bilan uylarda pishirganimizda zo'r bo'lib pishib chiqqan edi shu retsept bo'yicha, lekin men vafli pishiradiganimni arzonini olib qo'ydimmi, kichkinasini bilmadimmi, unchalik menda ishi bo'xshab chiqmadi. Keyin bo'lsa hamma narsam tayyor bo'lgandan keyin bolalarimga chiroyli qilib o'zini kichkina stolchiga choyli tayyorlab berdim. Kattalarga bo'lsa kattalarni dasturxoniga tayyorlab, choylarni ham ichib bo'lgandan keyin oshxonani ham shunaqa top-toza qilib tozalab, qaytib yoyib, ovqatlarimni ham savoldim. Suyuqqina qaynab tursin, shira o'tib tursin deb moshxo'rdalarni ham qaynatib qo'yib, keyin bo'lsa opacham meni eslab telefon qilib qoluvdilar. Opacham bilan gaplashish bahona uylarimni yig'ishtirib olib, opacham bo'lsa chuchuvalarini ham tugib oldilar. Bo'ldi, telefonni qo'yib turing, хотя бы poslesini olay deb xonalarimni yig'ishtirganini ham qo'yib oldim. Ovqatlarimni ichib bo'lgandan keyin yana ishga tushib ketdim. Shunaqa kartoshka, piyoz turadigan joylarimizga bozorlik qilishganda tez-tez joylab tashlagan edim, lekin shunaqa chiroyli qilib qo'ymagan edim. Ro'za Ramazon oldi, bu yoqlarni ham paratkalab chiroyli qilib, kartoshka, piyozlarni joylashtirib qo'yib, keyin sekin kechki ovqatga harakatni ham boshladim. O'g'illarimdan so'rasam, manti imzoijon deyishdi. O'shaning uchun qo'llarimni o'ynatib, manti ham qilib qaynatamlar. Mantini yaxshi ko'radilar, o'shaning uchun boshqa ovqatda o'ylab ham o'tirardim. Hayitgancha mantilarim pishganini qo'ya olmadim, sababi ovqatim kechki ovqat edi. Tayyor bo'lguncha videolarimni montaj qilib, reelslarimni ham joylashga